Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana katta yasash jarayonlari. Mana kraska qilib qo'ydik. Katta-kattagimizda yonida sandiqli varianti bu. Razmeri 3 metrga, eni 1.30, balandligi 1.70, 1.80 atrofida. Ikkiga ajratib qo'yilgan. Eshiklari profildan. Hozir endi tomini, orqasini, shu sandig'ini o'rab qoldi. Kraskadan chiqqan varianti bu. Mana katta so'raganlarga oddiy prostoy variantlari ham yasalyapti hozir mana. 2 metrga 1 metr 2 xonali. Mana bu yerda mana kaptarga tayyorlanyapti. 1.70 ga 1.10 balandligi 2 metr. Mana bu yerda mana yana boshqachasi tayyorlanyapti. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.